Bugun juda ham ajoyib yangilik, chunki mahalla USA qoshida musiqa san'atini o'rgatish uchun ajoyib sinflar ochildi. Xudo xolisa barchalarni lutfan taklif qilamiz. Chunki bizlarning kelajagimiz, farzandlarimizni kelajagi uchun juda ham muhim. Ilmli, bilimli, kuchli insonlar chiqishi kerak. Xudo xolisa hammalarni lutfan taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Demak, mana hozir men qarshimda Umid Shams Amerika Qo'shma Shtatlarining barcha mintaqasida, demak, ya'ni barcha shtatlarda deyarli o'tkazmagan to'ylari, tadbirlari qolmadi. Ya'ni bu inson bilan birga musiqa san'at olamida juda ko'p yangiliklar bugun jarayonlari davom etmoqda va ushbu insonni bugun mana shu Ziyorat akademiyasida ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Yana bir marta assalomu alaykum. Umid aka, xush kelibsiz. Rahmat. Sizga beriladigan ikkitagina savolimiz bor. Shulardan biri bugun mana shu Amerika Qo'shma Shtatlarida bizni o'sib ketayotgan yosh avlodlar yokida deyarli ulg'ayib kamol topgan yigit qizlarimiz ham mana shu musiqa sohasiga qiziqayotgan umuman barcha yoshlarni bugun Amerika Qo'shma Shtatlarida o'zbek san'ati bilan birga kirib kelishi yoki uni qay darajada bilishi, o'rganishida bizni mana shu vokal sinfimiz qanchalik yordam beradi, qanchalik ahamiyatga ega, shu haqida ikki og'iz. To'g'risini aytsam, bu narsa juda ham muhim deb o'ylayman, chunki aynan shu sohani egasi bo'lmasa ham, masalan, shu bolaning tarbiyasida, madaniyatli bo'lib shakllanishida, nima desam, masalan, farq qiladi-yu. Masalan, ba'zi bir jamiyatda bir bo'lagiga kirsangiz, juda ham madaniyatli, sizni quloq soladi, boshqacha sizga e'tibor bilan qaraydi. Ba'zi bir joylarga kirsangiz, umuman sizni eshitmaydi, eshitishni ham bilishmaydi, qabul qilishni ham bilishmaydi. Shu narsa uchun musiqa juda ham kerak deb o'ylayman. Vokal sinfi, fortepiano sinfi, qolaversa o'zimizning milliy musiqamiz ham juda ham kerak, chunki bu yerda unaqa sinflar yo'q, deyarli yo'q. O'zbekistonda bor, lekin bu yoqda shuni ommalashtirish kerak. Yoshlarimiz ko'proq o'sha dunyoviy boyagi chet el musiqalari bilan ko'proq shuni ichiga kirib ketib qolgan. O'shaning uchun o'zimiznikini ham sekin shularga singdirish kerak, o'rgatish kerak. Juda ham kerak deb o'ylayman. Bunaqa narsalarni rivojlantirish uchun mana shunaqa sinflar, shunaqa to'g'riliklar ko'proq bo'lishi kerak. Hamma, masalan, Nyu-Yorkda bormi? Masalan, Filadelfiyada ham katta jamiyat bor. Xuddi Filadelfiyada ham bo'lishi kerak. Chikagoda bo'lishi kerak. Oxirida ham juda ham ko'p o'zbekistonliklar yashaydi. O'zbekistonliklar bo'lgan joyda bo'lishi kerak. Albatta. Demak, musiqani yana bir shunday faktlarga ko'zim tushib qoldi yaqinda. Aytadiki, musiqa insonga ma'naviy bir ozuqa beradi, inson ruhiyatiga juda uni ohangiga qarab ta'sir etuvchi kuchlari bor. Albatta, musiqa mana shu o'quvchilarga yana hayotda o'zlari uchun nimalarni beradi? Hayotda birinchi navbatda sizni o'sha eshitish madaniyatini beradi. Ikkinchi o'rinda sizni dunyoqarashingiz, har bitta eshitayotgan tovushingizni his qilishingiz, shunga qarab boshqalar bilan muomala qilishingiz, juda ham ko'p detallari bor. Bu narsalarni hamma ham tushunavermaydi-da. Masalan, hammaga tushuntira olmaysiz ham. Kerakli joylari juda ham ko'p. Endi sanab o'tsam, to'g'risi juda ham maydalashib ketib qoladi. Eng kerakli shu eshitish madaniyatiga juda ham kerak deb o'ylayman. Masalan, zo'r sozanda yoki qo'shiqchi bo'lib ketmasin, lekin o'shani birov ijro qilganda o'shani sezib, his qilib, masalanda o'sha eshitish madaniyatini o'rgatish uchun ham kerak deb o'ylayman. O'ylaymizki, siz hozirgi aytib o'tgan ta'sirlaringiz, fikrlaringiz orqali bizni kuzatib borayotgan mahalliy USA'ni, qolaversa Ziyorat akademiyasini kuzatib borayotgan barcha asosan bizni o'quvchilarimiz, ota-onalari ko'proq kuzatishadi. Ularga bu ma'lumotlar juda foydali bo'lishdi va bolajonlarimiz bundan keyin, ya'ni o'zimizning musiqiy san'atimizga qiziqishlari yanada ko'proq ortib boradi degan umiddamiz. Albatta, musiqa sohasida mana sekin-sekin ustoz rekka qarab ko'tarilib boryapsiz. Sizni ham
mana shu musiqa olamida ishlaringizga rivoj tilab qolamiz, yangi ijodlarni kutib qolamiz. Tashrifingiz uchun kattakon rahmat. Bir gap aytishim kerak, san'at va musiqasiz hayot vahshiylikdir deyishga, o'shaning uchun san'at bilan bo'laylik, o'shanda hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat kattakon.